Yangi hafta hammaga omadli kelsin. Savdo analizimizni hafta uchun 23.02.26 uchun boshlaymiz. Analizlarni biz kanalda berib o'tganda, ayni mana shu videoda ko'rib turgan analizlarni o'zimizning Alpha Black Gold kanaliga analiza berilgan edi. Undan keyingi Ko'rishingiz mumkin 5132 narxgacha kutilgan, mana shu kutilgan narx darajalarigacha bo'lgan hujumni hammasi. Analizni har bir kirish joylari bilan yo'l-yo'lakay hammasi berib borilgan. Insonlarni o'sha profitda ushlash uchun harakat qiladigan kanal. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, pastda kerakli linklar, broker linklarini qoldiraman, ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, bugungi analizimizda nimalarni ko'rsak bo'ladi? To'liq tozalab tashlaymiz. Bo'ldi, yetarlicha hamma punktini olib bo'ldik. Xo'p, endi bizani общий ko'radigan fokusimizda haftalik yo'nalish qayerga? Hafta обязательно ko'rishinglar shart bo'lgan time frame. O'tgan haftani maksimumi yorib o'tildi. Esdan chiqarmanglar, bu degani g'oya yuqoriga nisbatan saqlab qolindi. Kunlik time frame'da ham, haftani ham ikkalasini ham maksimumi olib bo'lindi. Bizda ayni holat qayerga qarab yo'l olayotganini sekin-sekin time frame'larni almashtirib topib olishimiz kerak bo'ladi. Eng yuqori qismida bozorda BPR strukturasi hosil bo'lgan eng kuchli magnit deyishimiz ham mumkin. Bir vaqtda o'zida bizda juda ham kuchli magnit deb qarasak bo'ladi. Sizlarga tavsiyam eng yaqin buy va sell zonalarni aniqlab, o'shani eng yaqin turganiga qarab intilishini ko'ringlar. Xo'p, ayni vaqt uchun bizda kunlik 4 soatlik time frame'larda hammasi trend bo'ylab ketmoqda. Ya'ni sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsangiz, trend bo'ylab qo'shilishinglarni tavsiya qilaman. Xo'p, eng yaqin zonamiz kunlik time frame'da inverted FVG'miz bor. Ya'ni bu ham bizga eng yaqin sell zonani aniqlaganda buy zonani ham aniqlab beradi. Xo'p, biz hozirgi joydan eng kuchli trendga kasaniya berganda ham bitta tegib olishi mumkin bo'lgan joyda aniqlab olamiz 5023-25 zonada. Bungacha bo'lgan oraliqda bizda bozor qanaqa struktura bera oldi? Haftalik maksimumni olishda bitta FVG bera olgan. Sifat darajasi birmuncha past, lekin entry qilishga ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Общий hisobda buy side liquidity ham yorib o'tib ketilgan, ustidan buy ga entry qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Analiz qilganda ko'pchilik bo'ldi, men shu bilan kirdim, stop olishim mumkin deyishi mumkin, lekin kirganda qanaqa kelyapti? Bittada kelib qo'yaptimi yoki trend bilanmi? Men buni hisobga olaylik. Men obishni holatda aytganimda, analiz qilganimda sizlarga trend bilan kelishini tavsiya qilib o'tib ketaman. Videolarning har birini ko'rishinglar mumkin. Ichiga trend bilan kelsa, keyin entry qilinglar deyman. Dushanba savdo kuni emas, lekin yo'nalishni aniqlab qo'yishimiz kerak. Xo'p, impuls bilan tushganda ham 5025 gacha bo'lgan oraliqda qanaqa kelishiga qarab yana ham entrylar o'zgarishi mumkin. Save qilganda 1 soatlik zonalardan eng yaxshi order bloklarni va FVG'larni target qilib olinglar. Tushib chiqa olganida esdan chiqarmanglar. Eng yaxshi buy side liquid zonalari. Bular ikkita eng yaxshisi. Bundan tashqari ham yo'l-yo'lakay откат olganida tasdiqlab bo'lishi mumkin. Obishni holatda o'zi dollar indeksi analiz qilishimiz kerak edi. Buni o'tgan videoda analiz qilib o'tgandik. Fokusni faqat yo'nalishga to'g'rilab olib. Xo'p, kunlik time frame dollar indeksi uchun juda ham xavfli vaziyat. Qo'linglardagi dollarda ham sezilarli impuls sezib, mana shu mart oyining non farmida bilasizlar. Men bekorga kanalda qo'ldagi dollarni so'mga almashtiringlar degan mavzuni bekorga ochmaganman. 12 ta sabab keltirib qo'ydim. Dollar indeksi uchun hozirgi holatda eng yaxshi buyga chiqib ketish zonasi, ya'ni 98-500 zonagacha dollar indeksi uchun chiqishi mumkin. Bu hozirgi turgan joyda buy ehtimoli bor degan. Hozir soat 10:39, overlap vaqti bo'lishiga hali ancha bor. Ungacha agar bu maksimumni olib qo'yadigan bo'lsa 97-700 yanada impuls yuqoriga bo'lib 99 da urib qo'yishi mumkin. Endi haftalik yangiliklarni ko'rib o'tadigan bo'lsak,
hafta davomida eng kuchli yangiliklar bu chorshanba va payshanba kunlari bor ekan, ya'ni haftaning 3-4 kunida. Xo'p, bugun Yaponiya uchun dam olish, Rossiya uchun dam olish, Xitoy uchun dam olish kuni. Shuning uchun Tokio sessiyada juda kuchli volatilность kuzatilmadi. Xo'p, Consumer Confidence degan yangiligimiz bor. Keyin Consumer Price Index bor, avstraliyskiy dollar uchun. Xo'p, neft yangiligi bor. Undan tashqari 27-fevral kuni kutilayotgan eng kuchli yangiliklar bu Chicago PMI bor va Germaniya CPI. Bu Yevropa davlatlariga tegishli har qanday kotirovkaga ta'sir qiladi. Xo'p, qolgan vaqtda tinch bozorimizda 25, 26 va 27-kunlarda yaxshi volatilность bo'ladi. Xo'p, endi biza mana shu yangiliklarga mos bo'lgan yo'nalishlarni ko'rib oldik. Endi fond dollar va yevro dollarda yo'nalishini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xo'p, 4 soatlikda fond dollar juda ham yaxshi pastlab bergan. Analiz bo'yicha 63 pipsgina oldik, boshqa pips bergani yo'q. Hozirgi turgan joyi juda ham kuchli order blokdan atkat olgan. 4 soatlikda o'zida sell side liquid kuchli yasalgan. Ayni mana shu joy uchun liquiddan buy entry qilganimizda yaxshigina, ya'ni trend liquidi hosil bo'lgan. Bizda ko'pchilik bu narsani videolarda ko'rganmi bilmayman. Bu narsa liquid deyiladi. Targetlarimizni eng yaqin zonalarni belgilab olinglar. Buni qoidasi bor. Men o'zimdan bunaqa belgilab tashlayotganim yo'q. Belgilanish qoidalari bor. Shogirdlarimiz video ko'rayotgan bo'lsa, обязательно biladi. Mana shu haftaning ichida multi time frame darsi aniq chiqadi. Onlayn bo'lib doim kuzatib boringlar. Xo'p, targetlarni belgilab oldik. Birinchi Kasaniya bizda mana shu joydan chiqa olsa 1.34.869 dan va kichik time frame da yo'nalish oladigan bo'lsak, hozirgi turgan joyini ham buy target deb olsak bo'lar ekan. Stop lossimiz ancha kichik hozirgi turgan joyiga nisbatan. Yo'nalishga 422 pipsli harakat kutilyapti. 66 pipsli, 67 pipsli stop loss bor. Hozirgi joydan kiraman degan insonlarga ham entry bor. Yo'nalishni qisqa masofali olsa bo'ladi. Xo'p, endi bu fond dollar edi. Xuddi shu kabi yevro dollar yo'nalishini ham olsanglar bo'ladi. Xo'p, 4 soatlikda, kunlikda deyarli ikkalasi bir xil yuradi, faqatgina grafik jihatdan entrylarni joyi farq qilishi mumkin. Xo'p, 4 soatlik time frame, kunlik time frame. Xo'p, kunlik time frame da juda ham kuchli impuls olingan, lekin yaxshi order blokimizda pastroqda turibdi. 1 soatlikka o'tadigan bo'lsa, impuls juda ham kuchli. 20:00 da siqilish boshlangan. Range holatni buzib o'tganda birinchi FVGni tashab bera olgan. Xo'p, FVGni tashab bergan joyidan entry qiladigan bo'lsa ham, bizda stop lossimiz shu minimumgacha bo'lsa faol bo'ladi. Birinchi targetimiz mana bu yerda, ikkinchi targetimiz bu yerda bo'ladi. Buni faolligini sabablari hammaga sekan-asta kuzatuvlar natijasida ma'lum bo'lib boraveradi. Xo'p, target qilib olindi. Sizlarga yevro dollar uchun ham, fond dollar uchun ham analizlar tayyor. Xo'p, oltin uchun analiz ham qilib o'tdik. Endi ko'pchilik qiziqqan Bitcoin yo'nalishini ham ko'rib o'tib ketamiz. 65 mingga tushib kelamiz. Men kanalda va'da bergandim. Bitcoin 74 mingga tushmasa, men hamma kanallarimni o'chirib tashlayman deb videoda ham, boshqada ham hammasida aytib o'tgandim. Ko'pga bormadi, 1,5 oy ichida global qulash bo'ldi. To'liq hujjat qilamiz. Haftalik analiz yana qayergacha borishi mumkin. Keyingi targetni ko'rib o'tadigan bo'lsak, juda ham kuchli order blok bor, chunki bu haftalik time frame. Bitcoin hali yo'nalishimizda 49 ming, 50 ming atrofigacha tushib borish ehtimoli yo'q emas. Hali ham kutib turibdi.
undan oldin bitta лёгкий откат bor, yengilgina. Xo'p, bizada o'shanda narximiz 55 ming 150 atrofida bo'ladi, likvidatsiya narxi bo'lishi mumkin. Target yana shu yergacha bo'ladi. Sabablar juda ham oddiy. Bu ham yana haftalik time frame'da hosil bo'lgan order block. Haftalik time frame'da hosil bo'lgan FVG'miz bor. Va yana ham tushib borishida hosil bo'ladigan yo'nalishlar bilan save qilsak bo'ladi. Ya'ni g'oyamiz Bitcoin uchun umumiy buyga nisbatan hamma 126 ming 120 ming kutganda ham insoniyat tarixidagi eng katta piramida bu kriptovalyuta deb boshidan aytib kelganman, hali ham o'sha qarordaman. Xohlagan vaqti kriptovalyuta nolga teng bo'lish haqqi bor narsa, chunki u hech qanaqa davlatga yoki oltin standartga qurilgan kotirovkalar, ya'ni valyutalar emas. Ular inson omili va uni mashhurlikka ushlanishidan, insonlarni vahima va stressidan keladigan daromaddan uni iqtisodiyoti ushlab turiladi. Ya'ni ekoplaneta deydi bu narsani. Sizlarga tavsiya qiladigan o'zim endi kuzatuvlar natijasida hosil bo'lgan tavsiya kotirovkalar XRP, kengaytmasi Ripple, keyingisi hozir nomi Uniswap, Uni deb qo'yiladi nomi. Buni qidirsanglar ham Uni deb qidirsanglar chiqadi. Uchinchisi bor. Shu yerda Trading View'ga ham e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. VLF degan, ya'ni Trump oilasiga tegishli bo'lgan investitsion jamg'arma kompaniyalar. Mana shu uchalasida birinchi nomer 1 bilganim 2022-yil, o'sha 2023-2022-yil Dubay borganimda, Dubayda metrolari ustida Ripple'da logotipi tushirilgan, ya'ni Ripple ustida ishlayotgan insonlar aslida viza pul o'tkazish tizimiga, ya'ni global darajadagi pul o'tkazma tizimida ustida qurilgan kriptovalyuta. Ya'ni bu kecha o'ylab topib, bugun bozorga kiritilgan kriptovalyuta emas. Kelajakda unutib qo'yib bir sandiq olib qo'ymoqchi bo'lgan 500 mi, 1000 dollarmi yoki 50 dollarmi pulinglar bo'lsa, kichik depozitda qonuniy ravishda, qanaqadir O'zbekistonda zapret qilingan qanaqadir chetdan sotib olish emas, qonuniy ravishda sotib olib qo'ysanglar обязательно effekti bo'ladi. Bir kun emas, bir kun sezasizlar bu narsani. Ripple'da kelajakda prognozi berilayotgan Crypto Insiderlar ma'lumoti donasi uchun 589 dollar. Bu degani sizlarga hozirgi kundagi narxini ko'radigan bo'lsanglar 1 dollari 34 sent. Bu haftalik FVG'ga, oylik FVG'larga kasaniya berib turibdi. Lekin bir kun ertalab turganinglar o'zini narxiga qaytganda ham 3 dollar 65 sentga qaytadi. Hozir 100 dollarmi, 1000 dollarmi? Bu hech qanaqa tavsiya yoki sizlarga pulinglarni borini tiqiladigan narsa emas. Bu keyingi 10 yillikda kutilayotgan va 5 yillikda investitsiya jalb qilinadigan soha. Hozir kecha kunduz olib bor pulinglarni tiqiladigan tavsiya emas. Kuninglar yaxshi o'tsa, men to'liq analizni qilib berdim. Dollar indeksi yo'nalishini ham sizlar bilan birgalikda aniqladik. Oltin, funt dollar, euro dollar va bitcoin yo'nalishini aniqlab o'tdik. Kuninglar yaxshi o'tsa, yangi hafta omadli kelsin. Kerakli linklarni va walletlarning linklarini, broker linklarini pastda qoldirdim. Kursga mart oyi uchun qabul boshlangan. Bemalol aloqaga chiqsanglar, albatta telefon ko'tarib javob beraman.